Assalomu alaykum, Mohirbek Ro'zijonov kanalining ashaddiy obunachilari. Biz hozirgi kunda Centrum Holdings kompaniyasiga kelganmiz. O'z litsenziyasiga ega. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 235-uyda video olyapmiz. Hammani orzusi va ota-onamni hojiga jo'nataman degan. Hoji ona, hoji otalarimizga jo'natib qo'yamiz. Shu videomizni hozir to'liq ma'lumotlar beramiz. Bizda qana paketlarimiz bo'lar, qana sharoitlar bo'lar, ota-onamni jo'natsam qiynalib qolishmaydimi? Aeroportda tushib qolganlarga o'xshab sarson bo'lib qolishmaydimi deganlarga to'liq savol-javoblarga javob beramiz. Hozirgi kunda 14 kunlik umra safarimiz bo'ladi, standart plus paketimiz bo'ladi. 2 kecha 3 kunduz Madina shahrida bo'lishadi, 11 kecha Makka shahrida bo'lishadi. Madinada gastnitsa oralig'imiz 100 metrdan 200 metrgacha, Makkada esa 800 metrdan 1 kilometrgacha. Bemalol piyoda borib kelishadi. 10 minut, 12 minut piyoda borishsa haram hududiga borishadi. Undan tashqari 24 soat avtobus qatnovlari bor, bemalol borib kelishadi. Mutlaqo bepul bo'ladi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom. 14 kun davomida sizlarda 50 boshi birga borib, birga kelamiz deganlar. 14 kun davomida 50 boshlarimiz birga ketib, birga kelar. Faqat 14 kun davomida bir kundan sayohat, ibodatlarga olib chiqishadi. Qolgan mahal 5 mahal namozlarga o'zlari chiqib kelishadi. Bundan tashqari bizga komfort paketlaring ham bormi deganlarga, komfort paketimiz ham bor. Komfort paketimiz 8 kun Madina, 8 kun Madina shahrida bo'lishadi, 6 kun Makka shahrida bo'lishadi. Hamma yo'q bir xil bo'ladi. Gastnitsa ham, Madinada ham, Makkada ham. Faqat bu 8 kun Madina, 6 kun Makka shahri bo'ladi. Endi bizga bir haftalik paket qilib bering deganlarga bir haftalik paketlarimiz ham bo'ladi. 2 kun Madina, 5 kun Makka shahrida. Hozirgi kunda qabullarimiz qaysi shaharlardan bo'lyapti deganlarga, Xudo xolasa hozirgi qabullarimiz 18-kuni Toshkent Jidda yo'nalishi, 25-kuni Toshkent Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Vodiydan deganlarga Farg'onadan 19-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi, 26-kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bu avgust oyiga. Sentyabr oyiga ham qabullarimiz ochilgan, pastki nomerlarga aloqaga chiqsalar, shaxsan o'zimiz javob beramiz. Narxlari nech pul deganlarga, Vodiyda ham narxi $1050 qilib berdik, Toshkentda ham narxi $1050. Vizalaring bo'lsa $950dan $100 chegirma qilib beramiz. Endi bizdan ketayotganda nima dokumentlar ishlaydi deganlarga, Zagreb pasportlaring bo'lsa bo'ldi, MIPdan qarzdorliklar bo'lmasa mutlaqo uchib ketaverasizlar. Bizga onlayn tarzda tashlab berasizlar, xohlasalar ofisimizga kelasizlar, bemalol kassalarimizga to'liq qilsalar bo'ladi. Kimga yoqqan bo'lsa pastki nomerlarga aloqaga chiqsalar, yana qolgan savol-javoblaring bo'lsa, shaxsan o'zimiz javob beramiz. Kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosa, obuna bo'lib qo'yasizlar, umraga boraman deganlarga bu videomizni jo'natib qo'yasizlar.